Demak, mana bu yerda qiziq narsa qilyapmiz. Demak, Docker Hubga image yuklashni o'rganyapmiz. Docker Hubga o'zimiz qanaqadir image fayl yaratib, uni test qilib ko'rishni yoki uni pull, push ustida ba'zi amallarni qilib ko'rishni o'rganyapmiz. Bu Docker Hub xuddi GitHubga o'xshagan narsa. Demak, source kodlarni yuklaysiz va kerak payti xohlagan joyga yuklab olasiz. Xuddi shunaqa ishlaydi bu ham. Demak, xohlagan imagingizni yuklaysiz. Imageni yuklashdan oldin demakki Docker Hub o'zini kriteriyasi bor. O'sha kriteriyaga to'g'rilab olasiz. Ya'ni Docker nom, image nomi va tag berasiz. Shuni keyin push qilasiz va xohlagan payti xohlagan operatsion sistemaga Dockerga login qilgan holatda uni yuklab olsangiz bo'ladi. Demak, kelinglar shuni ko'rib chiqamiz. Mana menda Linux turibdi. DevOps Sprint saytimizda demak Docker fayl yozib va uni image ga aylantirganmiz. Va bu imagelarni mana Docker images qilsa ko'rsa bo'ladi. No, bu yerda yo'q. Mayli, bu yerda yo'q. Men o'chirib tashladim. Desam, mana bu yerda bor ekan image. DevOps Sprint bor ekan. Keling, uni biz Docker Hubdan tortamiz. Xo'p, demak, Dockerga login qilishimiz kerak. Dockerga mana bunaqa qilib login qilinadi. Docker login desanglar, Docker login bo'ladi. Men hozir kirib turibman. Mana Docker logout qilsak, bu chiqib ketadi. Boshqatdan kiramiz login qilib. Mana bu har bir kirishda demak nima so'raydi? Aktivatsiya so'raydi. Demak, mana har bir kirishda aktivatsiya so'raydi. Mana shu aktivatsiya nimasini xo'p, mana bu harfni yozishimiz kerak. Aktivatsiya sifatida mana shu kodni yozamiz. Mana muvaffaqiyatli kirdingiz deydi. Endi bu yoqqa o'tib olamiz. Mana bu ham kirdi. Xo'p, endi buni mana bu bitta komanda bilan demak Docker pull deyapmiz. Demak, buni nomini ko'rsatyapmiz. Servertage username ostida, ya'ni meni profilim tipa shunaqa, Servertage DevOps Sprint latest. Mana shuni qilsak, bizga DevOps Sprint latest tortib beradi. Bu image keldi hozir. Mana bundan ko'rsak bo'ladi. Docker mana bunga keldi mana. Bizga image yuklab berdi. Endi buni ishga tushiramiz. Mana bunda qilib turib Docker run minusda, xo'p. -p bilan portini berasiz. 8081 name nginx. Xo'p, name ga bu yerda anaqa bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Image ga o'zingiz nom beraverasiz. Uni yuklab olib turib, mana bu joyda boshqacha bo'ladi prosta. Mana. Xo'p, -t run demak, name'ini kiritasiz. Xohlagan nom bersangiz bo'ladi, nginx, mynginx deb turib yoki boshqa deb turib. Lekin bu imageni boshqa joydan tortib kelasiz. -p 8080. 8080 band bo'lganligi uchun 8089 qilamiz. Xo'p, yukladik, ketdi, run qildi. Endi Docker ps hozir qanaqa nimalar ishlab turibdi deganda, mana bu yerda 89 da bizni nimamiz ishlab turibdi. Xo'p, 172 17 0 78 80 89. Mana DevOps Sprint sayti ochilyapti.
Docker yordamida ishga tushirdik, Docker Hub'ga yukladik. Yoki Linuxni o'zidan ham curl bilan tekshirsa bo'ladimi bitta ham? Mana. Xo'p. Demak, Docker file, Docker build, Docker image push, hub, Docker pull, local image, Docker run, container. Hop, shu narsalar edi. Imageni qanday yaratganligim haqida men bitta narsa yozib qo'yganman. Demak, Docker Hub internetda imagelar saqlanadigan umumiy ombor, GitHubga o'xshaydi. Biz Linux Alpineni olib, uni ichiga Node.js signature o'rnatsak, biz tayyor Node.js o'rnatilgan Linuxga aylandi. Buni image holiga build qilamiz va Docker Hubga yuklaymiz. Keyinchalik shu imageni ishga tushganda Docker Hubdan tortib pull qilib olamiz. Keling o'zimiz qilib ko'ramiz mana. Ishchi papka ochasiz. Birinchi qiladigan ishingiz emekdir nginx-config, nginx-config. Demak, Docker fayl yaratasiz. Alpine manba image bo'lsin deyapsiz va bu operatsion sistema ishga tushganda apk update, apk add no cache nginx desangiz, nginx ni ishga tushirib beradi 80-port bilan.